Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Xo'p, hozir endi ofis ilovalari va VB fanidan navbatdagi tajriba darsini boshlayapmiz. Men tushuntirishlar berib ketaman. Bu tajriba darsi demak VBA'da berilgan masalalar bo'yicha protsedura va funksiyalar yaratish deb ataladi. Bu 9 va 10 mavzularga bag'ishlangan. Xo'p, maqsadimiz nima? Maqsad VBAda masalalarni hal qilish uchun protsedura va funksiyalarni yaratish, o'zgaruvchilar, operatorlar va sikllar bilan ishlashni mashq qilishdan iborat. Endi bizga nimalar kerak bo'ladi? Kerakli vositalar, demak, bu Microsoft Office dasturlari, Excel yoki Word, VBA muhiti kerak bo'ladi. Tajriba muddati demak, taxminan 2 soat davom etishi mumkin, undan uzoqroq bo'lishi ham mumkin. Har topshiriqni talabalar o'zlari bajaradilar, keyin yechimni solishtiradilar deb aytilgan. Men bu yerda ba'zi bir e, nimalarni ko'rsatib beraman, albatta, to'liq ko'rsatib beraman. Lekin keyingi topshiriqlarni o'zinglar bajarishinglar lozim bo'ladi. Xo'p, kirish qismida nimalar bor? Demak, VBAda protsedura deb nimaga aytiladi? Shu narsa haqida qisqacha eslatma berilgan bu yerda. Demak, protsedura deb buyruqlar to'plami. U natija qaytarmaydi, balki ma'lum bir ishlarni amalga oshiradi. Sintaksisi quyidagicha: subrutin degan so'zdan olingan. Sub demak komanda berilyapti, keyin nomi yoziladi bu yerga. Tak? Ya'ni biz protseduraga nom beramiz. Undan keyin 3 nuqta o'rnida operatorlar keladi va undan keyin mana end sub degan so'zlar bilan tugaydi protsedura. Hop, demak, bu qanday ishga tushirilishi mana biz keyin ko'ramiz. Developer nimasiga chiqib, menyusiga chiqib, bu yerdan tegishli makrosni chaqirish orqali ishga tushiriladi. Hop, ikkinchi narsa, biz o'tayotgan narsa, demak, bu funksiya tushunchasi. Funksiya bu qiymat qaytaradi. Qiymat qaytaradi va sintaksisi quyidagicha: funksiya nomi, function degandan keyin nomi yoziladi, keyin qavsida argumentlar yoziladi, as deb turib, keyin tur yoziladi. Funksiyaning toifasi yoziladi. Undan keyin mana 3 nuqta qo'yilgan, ya'ni funksiyaning tanasi keladi, keyin end function degan so'zlar bilan funksiya yakunlanadi. Endi bu funksiyani chaqirish Excel yasaykasida barobar deb turib nomi, ya'ni funksiyaning nomi yoziladi, qavs ichiga argument yoziladi yoki argumentlar yoziladi. Mana bu yerda A1 deb yozib qo'yilgan misol tariqasida. Xo'p, endi VBAda masalalarni hal qilishda o'zgaruvchilar e'lon qilish, dim, operatorlar, if, for va funksiyalarni len, ucase ni ishlatib kod yozishingizga to'g'ri keladi. Xatolarni doim tekshirib borish kerak. On error dan foydalanib VBA muhitini oching deyilgan. Bu yerda hozir biz ochamiz. Ma'lum bir amaliy topshiriqlarni avval o'rganib chiqaylik. Xo'p, demak, protsedura 3 sonni ko'paytmasini hisoblash. Bu birinchi topshiriq, bu protsedura ekan. Message boxda demak ko'rsatish. Foydalanuvchidan 3 son oling, inbox yordamida ularni ko'paytiring va natijani chiqaring deyilgan topshiriq. Qo'shimcha ish: agar biror son 0 bo'lsa, ogohlantirish chiqaring deb aytilyapti. Bu birinchi topshiriq. Ikkinchi topshiriq funksiya. Satrni katta harflarga o'zgartirish va qaytarish funksiyasi. Funksiya yarating. U satrni olib, uni to'liq katta harflarda ucase dan foydalanib o'zgartirib qaytarsin. Excel hujayrasida sinang deb aytilgan. Ya'ni Excel hujayrasida buni chaqirib ko'rishimiz lozim bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingisi bu demak protsedura. Keyingi topshiriq son, juft yoki toq ekanligini tekshirish protsedurasi ekan. Bu yerda ham qisqa yozilgan. Bu protsedura nima ish qilishi? Sonni olib if orqali tekshiring va natijani message boxda ko'rsating deyilgan. Qo'shimcha: agar son manfiy bo'lsa, xato xabari chiqaring deb ogohlantirilyapti. Qo'shimcha ish sifatida berilyapti bu. Keyingisi mana funksiya. To'rtinchisi ham funksiya ekan. Birdan n-gacha juft sonlar yig'indisini hisoblash. Funksiya yarating. U n ni olib, ya'ni n o'zgaruvchisini olib, nima qilsin? For sikli orqali faqat juft sonlar yig'indisini qaytarsin. Keyingi topshiriq ham protsedura ekan. Satr ichidagi bo'shliqlar sonini hisoblash.
satr oling, sikl orqali bo'shliqlar sonini hisoblab natijani chiqaring degan topshiriq berilyapti. Masalan, salom dunyoda bitta bo'shliq bor. Mana salom bilan dunyo orasidagi bitta nima bor, probel bor. Demak, bunda demak protsedura bo'shliqlar sonini hisoblaydi. Xo'p, endi yechimlar bu yerda har bir masalani demak yechimlari ko'rsatilgan. Biz hozir keling shularni sinab ko'rish uchun men sizlarga hozir buni ko'rsatib beraman. Sinab ko'rish uchun Excel nimasiga kirib, Excelda bitta nima ochaylik, Excel fayl ochaylik bitta. Keling mana bu yerdan. Xo'p, keling mana bu yerda bizning nimalarimiz turibdi mana. Xo'p, Excel fayl ochaylikda. Bitta ochib, buni biz demak keling to'g'ridan to'g'ri tajriba degan ma'noda T910 deb nomlab qo'yaylik. Mana T910 deb nomlab qo'ydik. Bunga kirib biz endi buni mana o'tgan nimada ham video darsda ham leksiyaning video darsida aytib o'tib ketgan edim. Demak biz buni saqlayotganda save as qilib mana bu yerga makros sifatida makrosga ism beruvchi fayl sifatida saqlab olishimiz kerak oldin. Keling biz buni mana XML XLSM enabled debdi. Mana macro enabled shaklda saqlab qo'yaylik buni. Mana save ni yozyapmiz. Save ni bosyapman. Mana bu saqlandi. Demak, hozir men bu yerdan hozir chiqib ketishim mumkin. Mana bu yerda hozir men mana xalaqit qilmaslik uchun demak T910 mana bunisini o'chirib yuboraylik. Bu bizga kerak emas. Va mana endi hozir keling mana bu XLSM T910 degan nimaga kiraylik. Hop, mana kiryapmiz. Bu nimaga kiraylikda va bu yerdan biz Visual Basic'ni chaqiraylik. Visual Basic'ni mana chaqirdik. Mana shu yerda biz endi hozir yangi nima olamizda. Mana bu nimani copy qilib olaylik oldin. Demak, mana bu protsedurani 3 sonli ko'paytmasini hisoblab message boxga ko'rsatish protsedurasini mana olyapman men copy qilib oxirigacha mana oldimda. Keling copy qilaylik shuni mana. Copy qilib oldim. Endi demak men bu yerda hozir mana bu yerda VBA muhitiga o'tib, insert ga kirib, modulni bosaman mana. Bosib bu yerga past qilyapman mana, past qilyapman. Xo'p, endi bu protsedura mana ishlashini biz ko'rishimiz mumkin. Mana buni bossak bu ishlaydi. Lekin keling biz avval bu protsedurani o'rganib chiqaylik. Bu protsedurada nimalar berilganlarga ahamiyat beraylik. Xo'p, keling biz buni bundoq kattaytirib olishimiz ham mumkin. Xo'p, endi demak ko'paytma protsedura degan deb nomlanibdi. Bu mana bu yerda ham nom ko'rinib turibdi. Endi bu protseduraning tanasida son 1, son 2, son 3 degan double toifasidagi o'zgaruvchilar e'lon qilinyapti. Mana ko'ryapsiz va ko'paytma degan o'zgaruvchi ham e'lon qilinyapti double toifasida va son 1, son 2, son 3 lar mana bu inboxdan olinyapti. Birinchi sonni kiriting degan xabar chiqyapti. Demak, birinchi sonda kiritishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin ikkinchi sonni, keyin uchinchi sonni kiritish. Keyin mana bu yerda nima bo'lyapti? If agar birinchi son 0 ga teng bo'lsa yoki ikkinchi son 0 ga teng bo'lsa yoki uchinchi son 0 ga teng bo'lsa, ogohlantirish chiqarilyapti. Sonlardan biri 0, ko'paytma 0 bo'ladi degan ogohlantirish chiqyapti. Albatta, sonlardan ko'paytmada bilasiz, sonlardan bittasi 0 bo'lib qolsa, butun ko'paytma 0 bo'ladi. Shunaqa ogohlantirish chiqarilyapti. Bu if shart operatoridan foydalangan holda mana chiqarilyapti. Mana bu yerda end if degani demak if tugal degan. Va undan keyin ko'paytma mana hisoblanyapti, ko'ryapsiz. Son 1, son 2, son 3 va message boxga ko'paytmani qiymati, ko'paytma deb yozib turib, undan keyin uning qiymati chiqarilyapti. Biz bu protsedurani albatta mana bundoq qilib nima qilib ko'rishimiz, ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi sonni kiriting debdi. Xo'p, mana aytaylik 2 ni kiritdik. Ikkinchi sonni kiriting deyapti. 7 ni kiritdik, misol uchun aytaylik. Xo'p, keyin misol uchun aytaylik 5 ni kiritdik. To'g'rimi? Demak, ko'paytma 70 ga teng bo'ladi. Ko'rdik, demak protsedura ishlayapti. Xo'p, agar biz sinab ko'rmoqchi bo'lsak, buni demak Exceldan ham sinab ko'rishimiz mumkin, bilasizlar. Mana bu yerga kiramizda, developerga o'tib, makrosga o'tamiz. O'tib turib, mana buni ishga tushiramiz. Ko'paytma protsedura degan nom mana bu yerda paydo bo'lib qolibdi. Runni bosamiz.
Mana birinchi sonni kiriting. Endi keling, bittasini 0 qilib berib ko'raylik. Mana haligi ogohlantirish chiqishi uchun. Ikkinchi sonni kiriting. 5 mana aytaylik. Hop, 9 kiritdik. Birinchi sonni mana eslab qoling, biz 0 deb kiritdik. Hop. Endi ko'ring, mana ogohlantirish chiqdi. Sonlardan biri 0, ko'paytma 0 bo'ladi degan ogohlantirish chiqdi. OK deb bossak, ko'paytma 0 deb chiqaryapti bizga. Demak, bizning protseduramiz to'g'ri ishlayapti ekan. Hop, demak, ko'rib turibsizlar, bu protsedura unchalik qiyin protsedura emas ekan, lekin siz bunaqa protseduralar yozishni demak o'rganishingiz uchun berilyapti. Hop, endi biz sinab ko'rdik. Endi keyingisi bu nima? Satrni katta harflarga o'zgartirish va qaytarish funksiyasini yozishimiz kerak. Keling, mana bu yerda mana function katta harf deb yozilgan, satr s string, demak satr degan parametri bor ekan bu funksiyani, satr toifasidagi, va uni nima deyapti? Mana s string. Demak, mana bu funksiya ham stringni qaytarar ekan. Funksiyaning toifasi ham string ekan. Xo'p, endi funksiyani tanasida faqat bitta nima bor ekan? Operator bor ekan, xolos. Katta harf barobar ucase qovusida satr. Mana bu satrni olib katta harf qilib chiqaradi. Mana bu end function tugayapti funksiya. Keling, mana shu funksiyani ham biz nima qilaylik? Olaylik-da, kopiya qilib olaylik buni. Kopiya qilib nariga biz Visual Basic'da VBA muhitiga kirib ishlatib ko'raylik. Bu yerda demak biz insert qilamizda, mana bu yerda modulni ochib, mana bu yerga past qildik mana. Mana katta harf degan funksiya yozildi. Endi buni albatta buni ishlatib ko'rish uchun biz nimadan qilishimiz kerak? Mana bu biz nimani ochadigan bo'lsak, ishlatish, Excel'da ishlatish qanday ishlatiladi? Hujayrada barobar katta harf salom deb yozishimiz mumkin. Demak, ana shu joyda mana bu salomni nima qiladi? Katta nimaga nima qiladi? Katta harfga o'tkazib yozib qo'yadi ana shu hujayraga. Xo'p, keling biz buni Excel'da demak sinab ko'raylik. Mana biz hozir mana buni yozdik. Endi Excel'ga o'tyapmiz. Excel'da biror hujayrasiga kelaylik-da. Misol uchun mana bu D4 ga keldik. Xo'p, keling barobar deb yozdik-da. Biz demak mana bu yerda nimani yozishimiz kerak bo'ladi? Endi funksiyani nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir keling biz mana bu yerda deylik-da. Hop, biz makros mumkin emas deyapti. Hozir keling. Biz demak hozir mana bu yerda nimani katta harf. Mana bu nimani yozaylik-da. Keling biz hozir mana bu barobarda yozib qo'yganimiz uchun demak hozir mana bu yerda katta harf deb yozaylikchi, qani shu yerga qanday chiqaradi? Katta harf. Hop. Mana katta harf chiqdi, ko'ryapsiz. Katta harf chiqdi, mana bosdik. Birinchi katta harf. Funksiya demak katta harfni bosdik. Hop, hozir biz demak K deb yozib qo'yibdi. Hozir keling biz hozir katta harf deb yozaylik. Katta harf. Katta harf qovusida demak biz nimani yozishimiz kerak? Funksiyani qiymatini yozib qo'yaylik. Birorta gap yozib qo'yaylik. Hop, albatta kattalashtiriladi degan so'zni yozdim. Qovusda yopaylik mana. Katta harf funksiyasi yozildi. Enter. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda mana bu nimani yozib qo'ydim, bu yerga kiritayotganda albatta kichkina harf bilan yozgan edim men. Uni nima qilib yozib chiqardi? Albatta kattalashtiriladi degan yozuv chiqdi mana. Ko'ryapsizmi mana bu yerda? Albatta kattalashtiriladi degan yozuv chiqdi. Chunki bu yerda mana bu funksiya qo'yilgan. Agar biz buni ichiga boshqa gaplarni kichkina harfda yozib ketsak ham, u mana bu yacheykaga qo'yayotganda katta harfda chiqarar ekan. Bu demak hozir biz kiritgan mana bu funksiya tufayli shunaqa narsa demak sodir bo'ldi. Mana funksiyani ishlatishga bitta misol ko'rdik. Endi davom etaylik. Keyingi misollarga ham o'tishimiz kerak. Mana bu o'zimizni tajriba nimamizda. Xo'p, biz sinab ko'ring deb sinab ko'rdik buni. Endi uchinchisi nima ekan? Bu protsedura. Protsedura bu demak qiymat qaytarmaydi, balki ma'lum bir ishlarni bajaradi xolos. Bu son juft yoki to'q ekanligini tekshirish. Ya'ni foydalanuvchidan son olinadi va u tekshiriladi. Keling biz buni hozir kopiya qilaylik-da. VBA muhitiga tashlaylik buni ham. Oldik.
Hop, mana biz VBA muhitiga o'tyapmiz. Demak, mana bu insertda biz nima qilamiz? Modul yangi ochamizda mana bu yerdan tashlaymiz. Mana past qildim. Mana juft toqni tekshirish. Keling, buni ishlatishdan avval biz nima qilaylik? Bu protseduraning tanasiga bir nazar tashlab qo'yaylik. Demak, dim son is integer deb e'lon qilyapti. Demak, son degan o'zgaruvchi butun integer, ya'ni toifasiga mansub qilib e'lon qilinyapti va undan keyin sonni kiriting deb input boxga kiritishda xabar chiqarilyapti va foydalanuvchi sonni kiritgandan keyin uni qiymati, mana val degani bu qiymat degani. Qiymati son, biz e'lon qilgan son degan o'zgaruvchiga berib qo'yiladi. Undan keyin son tekshirilyapti. Agar manfiy bo'lsa, demak xabar chiqarilyapti message boxda son manfiy bo'lmasin degan. Son demak nima bo'lmasligi kerak? Manfiy bo'lmasligi kerak. Xo'p, aks holda agarda sonni 2 ga bo'lish natijasidagi qoldiq 0 ga teng bo'lsa, mod degani mana shu qoldiq olish degani. Mana 2 ga bo'lgandagi qoldiq olish amali bu. 2 ga bo'lganimizda 0 ga teng bo'lsa qoldiq. U holda nima bo'lsin? Message box son juft degan yozuv yozib, aks holda esa son toq degan yozuv yozib chiqaradigan, demak, funksiyani biz nima qildik? Nimani? Protsedurani, kechirasiz, yaratdik. Demak, mana shu protsedurani endi ishlatib ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan mana buni bosib VBA muhitidan yoki bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri mana bu joyga kirib, developerga o'tamizda makrosni ochib, makrosni ichida mana juft sonligini tekshirish degan narsani tanlab turib, bir runni bossak, mana bizga aytyapti sonni kiriting deyilyapti. Sonni kiriting deyilyapti. Keling, sonni kiritaylik. Misol uchun aytaylik, 58. 58 ni kiritdik mana. Son juft degan xabar chiqarildi. Xo'p, keling endi yana boshqa nimada ham sinab ko'raylik, chunki bizda nima bor edi? Manfiy bo'lsa, son manfiy bo'lmasin degan narsa mana -63 masalan. Kiritib ko'raylikchi, ishlarmikan. Mana son manfiy bo'lmasin degan ogohlantirish chiqarildi. Demak, bizda faqat musbat sonlarni, musbat butun sonlardagina, ya'ni natural sonlarni nima? Juft toqliginigina aniqlar ekan. Bu nimamiz? Protseduramiz. Mana bu yerdagi hozir oxirgi yozilgan protsedura ko'ryapsizlar. Xo'p, endi keling davom ettiraylik. Mana bu darsimizdagi biz 3-masalani hal qilishga keldik hozir. 3-masalani hal qildik. Kechirasiz, endi 4-masalani hal qilishga keldik. 4-si ham bu funksiya ekan. Birdan n-gacha juft sonlar yig'indisini hisoblovchi funksiya yaratish nima qilinyapti? Talab etilyapti bizdan. Mana bu yerda u tayyor berilgan. Mana men yozib qo'yganman. Kelinglar buni olaylikda biz nimaga tashlaylik? Matndan olib, mana end functiongacha olamiz. Hop, olib buni copy qilaylik mana. Copy qildik. Endi mana bu nimaga tashlaylik? Mana bu joyda insertdan modulga kiramiz. Kirib mana bu joyga tashlaymiz. Past qildik. Demak, juft yig'indi degan nom ostida funksiya paydo bo'ldi mana bu yerda bizda. Keling bu funksiyani bir tanasini ko'rib chiqaylik. Demak, function juftligi, function juft yig'indi degan mana bu funksiyaning nomi bu. Demak, function so'zidan keyin funksiyaning nomi kelar ekan va qovusning ichida parametr berilyapti. N as integer, ya'ni n degan argumenti bor ekan, bitta argumenti. Funksiyani butun toifadagi va mana bu yig'indi esa long toifasiga mansub bo'lar ekan. Funksiya qaytaradigan yig'indi. Funksiya qaytaradigan qiymat long toifasiga mansub ekan. Endi ichkarida, ya'ni funksiyaning tanasida i o'zgaruvchi e'lon qilinyapti, integer toifasiga mansub, s o'zgaruvchi esa long toifasiga mansub e'lon qilinyapti. Keyin s ga 0 berilyapti. Demak, bizning maqsadimiz s dan nima hosil qilish? Juft sonlar yig'indisini hosil qilish. Birdan n-gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisini s o'zgaruvchida hosil qilmoqchimiz. Xo'p, endi sikl ochilyapti. Mana for i barobar 1 dan to n gacha, to'g'rimi? N if i mod 2 barobar 0. Mana yana mana bu modni yana tushuntiryapman sizlarga. Demak, bu qoldiq olish amali bu. I ni 2 ga bo'lganimizdagi qoldiq 0 ga teng bo'lsa, demak son juft bo'ladi. U holda demak s ning ustiga, ya'ni 0 ning ustiga, umuman s da necha bo'lsa, shuning ustiga i qo'shilyapti. Xo'p, demak if shun bilan tugayapti. Mana ikkinchi nimaga i ga 1 beriladi, oldin keyin 2 beriladi. Mana 1 berilsa qo'shilmaydi, 2 berilsa qo'shiladi juft bo'lgani uchun. 3 berilsa qo'shilmaydi va hokazo. Va sikldan chiqqanimizda s da bizda talab qilingan yig'indi hosil bo'ladi.
Mana juft yig'indi barobar s deb, demak mana bu juft yig'indi. Nima bu? Funksiyani nomi. Funksiyani nomiga biz olgan natija qaytarilyapti. Ko'rdingizmi? Demak, bu ham nima ekan? Nima emas? Bu protsedura emas, funksiya ekan. Funksiyani endi biz nima qilishimiz mumkin? Excel'da birorta katagidan chaqirishimiz mumkin. Keling, shuni biz amalga oshiraylik. Mana bu yerda mana buni chaqirgan edik. Endi biz boshqa katakka o'taylik. Mana shu tagidagi katakkami yoki xohlagan bitta katakka o'taylik-da, hujayraga o'tdik. O'tib mana shu yerda biz ham funksiyani chaqirish uchun nima qilishimiz kerak? Barobar belgisini qo'yishimiz kerak. Endi mana bu yerdagi funksiyani nomini eslashimiz kerak. Juft yig'indi ekan funksiyani nomi. Shuni yozishimiz kerak. Juft yig'indi mana. Juft deb mana bu yerga patska kelyapti, patskasga kelyapti bizga aytib turibdi. Yig'indi dedikda, qovusni ichida biz demak birdan n'gacha bo'lgan sonlarni juftlarini yig'indisi chiqishi kerak. Demak biz qovus ichida demak birorta son berishimiz kerak bo'ladi. Hop, masalan aytaylik, birdan nechigacha borini aytaylik, 10 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topib ko'raylik. 10 deb yozdik. Mana enterni bossak 30 ekan demak. 30 ekan. Birdan 10 gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisi nechaga teng ekan? 30 ga teng ekan. Endi buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Birdan 10 gacha 30 ga tengmi haqiqatdan? Birdan nimagacha bo'lgan? 10 gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisi, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. 10 da o'zi ham kiradi. 30 ekan haqiqatda. Mana tekshirib ham ko'rdik. Demak, funksiya to'g'ri ishlayapti. Endi agar bu yerda biz o'zgartiradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'ryapsizmi, biz buni nima qilishimiz mumkin? O'zgartirishimiz ham mumkin. O'zgartirib yozib qo'yadigan bo'lsangiz, birdan 100 gacha, 110 gacha bo'lganlarni deylik. Mana 110 gacha bo'lgan juftlarni ayniqsa shunga teng ekan. Xullas, biz ko'rsatgan funksiya ishlayapti. Bu yerda xato yo'q ekan. Bu funksiyani qanday yozishni mana ko'rdinglar. Buni o'rganib qo'yasizlar keyingi topshiriqda bajarish uchun. Xo'p, demak biz mana bu yerda sinab ko'ring deb biz sinab ko'rdik, endi kiritib. Xo'p, endi keyingi misol bu keyingi topshiriq, bu protsedura yozish ekan. Satr ichidagi bo'shliqlar sonini hisoblash protsedurasi. Keling, buni ham biz nariyoqqa olaylik-da. Mana bu yerda tayyor ishlab qo'yilgan. Xo'p, ishlab qo'yilgan misol bor. Mana buni olamiz. Xo'p, copy qildik-da. Endi keling biz mana bu Visual Basic for Application degan muhitiga o'tib, insertga kirib, yana yangi modul ochamiz. Keling bu yerda buni yozaylik. Protsedura. Bu endi protsedura ekan. Bu protsedura albatta Excel'ning yachekasidan, ya'ni hujayrasidan chaqirilishi shart emas bu. Bilasizlar, chaqirilmaydi. Bu o'zi mustaqil ishlaydi. Qiymat qaytarmaydi chunki bu. Demak, bo'shliq hisoblash deb nom berilibdi mana protseduraga. Keling, bu protsedurani tanasiga bir nazar tashlab qo'yaylik, tushuntirib beraylik. Demak, ichkarida nima bo'lyapti? Satr degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. String toifasiga mansub, mana satr degan string toifasiga mansub o'zgaruvchi. Keyin hisob degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Integer toifasiga mansub, ya'ni butun toifaga, va i degan o'zgaruvchi ham e'lon qilinyapti, integer toifasiga mansub. Undan keyin satr inboxdan olinyapti. Satrni kiriting degan so'z yozilyapti. Demak, satr kiritadi foydalanuvchi. Undan keyin hisob o'zgaruvchisiga 0 berilyapti. Va for sikli ochilyapti. For sikli 1 dan boshlab satrning uzunligigacha. Len degani bu satrning uzunligini beradi. Mana bu len funksiyasi satrning uzunligini qaytaradi. Demak, kiritilgan satrning uzunligi mana bu yerda, mana bu operatorda satr kiritiladi. Ana shu kiritilgan satrning uzunligigacha sikl ochilyapti. Xo'p, va bu yerda demak mana bu joyda nima bo'lyapti? Mid degan nima chaqirilyapti? Funksiya nimani vb funksiyasi. Xo'p, va satr berilyapti unga. I demak birinchi pozitsiyadan boshlab i o'zgaryapti. Mana ko'ryapsizlar. Birdan boshlab uzunligigacha o'zgaradi va bittadan tekshirib chiqadi. Bittadan simvol oladi satrdan. Qirqib olyapti-da va u mana bu bo'shliqqa tengmi, ya'ni probelga tengmi? Shu tekshirdi. Agar teng bo'lsa, u holda hisob bittaga oshyapti. Chunki bizning maqsadimiz nima? Bo'shliqlar sonini, ya'ni probellar. Bo'shliq degani probel degani. Shu bo'shliq probellar sonini hisoblashida hisob bittaga oshyapti.
Hop, if mana bu yerda tugayapti va next keyingiga o'tilyapti. Va bu sikl tugagandan keyin hisob o'zgaruvchisida demak bo'shliqlar soni hosil bo'ladi. Message box bo'shliqlar soni deb turib, bo'shliqlar soni demak chiqarilyapti. Hop, buni demak nima qilish mumkin? Ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana xohlasak bu yerdan, xohlasak Excel'da turib ishlatishimiz mumkin. Keling, mana bu yerda mana ishlataylik. Mana ko'rdik. Satrni kiriting deb aytildi. Hop, keling biz bir nechta bo'shliqdan iborat satr kiritaylik. Hop. Bu protsedurani deylik. Sinash satridir. Satrdir deb aytdik. Mana bo'shliqlar soni 1, 2, 3 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Satrdir dedik. Endi hozir OK deb bossam shuni hisoblash kerak. Bo'shliqlar soni 3 ga teng ekan. Endi boshqa nimani beradigan bo'lsak, boshqa gapni beradigan bo'lsak, masalan aytaylik, tasodifan bir narsalar yozaylik. Mana bo'shliqlar soni 2 ga teng, 2 ga teng, 3 ga teng. Hop. Bermasa bo'shliqlar sonini berdim. Ba'zi o'rinlarda men nima bitta emas, ikkita bo'shliq ham tashlab ketdim, ikkita, uchta. Hozir bu o'zi hisoblashi kerak. Mana OK deb bossak, mana bo'shliqlar soni 9 ga teng ekan. Men kiritgan satrda. Ko'rdingiz, mana demak biz bugun mana shu tajriba darsiga oid 5 ta toifadagi masalalarni ko'rib chiqdik. Hop, sizlarga beradigan topshirig'imda bu shunga o'xshash 5 ta masala beriladi. Shu hozirgi tajriba nimasida sizlar shuni bajarib o'tirishinglar kerak bo'ladi. Qanaqa vositalar kerak bo'lishini men aytdim. Mana yuqorida ko'rsatilgan tajriba darsida aytaylik, qanaqa vosita kerak, Microsoft Office kerak bo'ladi sizlarga. Mana shu Excel muhiti, xullas kompyuter kerak bo'ladi sizlarga. Boshqa narsa kerak emas. Xo'p, xayr, salomat bo'linglar.